Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana 2026-yil 8-mart xotin-qizlar bayrami bugun. Shu kunda mana Xudo xolasa ko'chatlar ekishimiz jarayoni mana bog' qilyapmiz. Mana Big Ben sortlarimizni ekyapmiz. Mana chuqurlarimizni texnikada kovlatdik. Iplar tortib olib mana 6 ga 5 ekilgan gilos sxemamiz 6 ga 5 ekilgan, o'rtasiga mana 3 metrga ip tortib olib mana bunaqa qilib. Chuqurimiz ham bunaqasiga 3 metr. Har 3 metrga shaftoli ekib chiqyapmiz o'rtasiga. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Mana bu qatorlarga ekib bo'ldik mana. To'g'riligi ko'rinyaptimi, yo'qmi? Mana shunaqa qilib Big Ben bilan Boyin degan sortlardan ekib chiqdik. Mana Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.